Yurtdoshlar, bayram shukuhi butun Andijonni va mana shu Andijon City'ni hamma yerini qoplagan. Mana hozir yonimizda go'zal bayram ishtirokchisini taklif qildik. Dil va yurak so'zlarini bilish uchun. Assalomu alaykum, qayerdansizlar? Assalomu alaykum. Andijon viloyati kasbiy ta'lim boshqarmasidan Andijon turizm va madaniy meros texnikumi direktori Obidova Erkinovnaman. Bayramlar bilan sizlar. Rahmat. Bayram barchaga barobar. Bugun endi qo'shaloq bayramda. Muqaddas Hayit bayrami bo'lsa, yana biri Navro'z bayrami. Qo'shaloq kelib qoldi. Qanaqa yaxshi niyatlaringiz bor xalqimizga, siz bilan birga ishlab ijod qilayotgan insonlarga? Avvalambor butun xalqimizni mana shu qo'shaloq ayyom bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etaman. Mana Andijonimizda bu bayram ko'tarinki ruhda Bobur shahri yangi Andijonda juda chiroyli o'tkazilyapti. Albatta, mana shu tadbirda butun xalqimiz shod va xurramlik bilan mana shu yerga jam bo'ldiki, mana shu ishlarni tashkil qilgan bizni Andijon viloyatimizda viloyat hokimi Shuhratbek Qo'shaqboyevich tashabbuslari bilan yangi Andijonda Navro'z olam bayramimiz ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Elimiz mamnun. Navro'z bayrami barchamizga muborak bo'lsin. Yurtimizga to'kinlik, qut baraka, sokinlik, tinchlik, omonlik olib kelsin. Boshlagan ishlarimiz hammasiga Alloh o'zi nazar qilgan bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Mana qarang, qancha odamlar bu yerga kelib maza qilib dam olishyapti, konsertlar ko'ryapti. Sizlarda o'ylaymizki, jamoalar ham mana shunday tadbirga o'zlarining hissalarini qo'shgan, to'g'rimi? Albatta, bizning jamoamiz ham hammamiz birdamlik bilan mana shu yerda xalqimizga quvonch ulashish maqsadida, yurtimizni ko'rkiga ko'rk qo'shish maqsadida chin dildan hammamiz mana shu bayramni o'tkazishni bel bog'laganmiz. Mana o'quvchilarimiz, o'qituvchilarimiz barchamiz faol ishtirok etib, viloyat hokimimizga yelkadosh bo'lib mana shu yerda chiroyli tadbirlarni o'tkazmoqdamiz. Bayram bilan. Rahmat. Bayramda yaxshi kutib olinglar. Xudo xolasa ko'tarinki shodiyona, ko'tarinki ruh bilan birgalikda nishonlaymiz. Rahmat sizga chiroyli va qizg'in mazmunli suhbatingiz uchun. Rahmat, bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar, Bobur shahrimizda Navro'z bayrami juda ham chiroyli kayfiyatda, ko'tarinki ruh bilan ko'pgina mana shu konsert dasturlari bilan o'zlarini san'atkorlar qatnashmoqda. Bizni tomosha qilishni davom ettiring. Biz bilan birga bo'ling. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bayram yana davom etmoqda. Biz yonimizda bayram qatnashchilaridan, musobaqa qatnashchilaridan go'zal qizimiz yonimizda turibdi. Assalomu alaykum, bayramlar muborak bo'lsin. Sizga ham rahmat. Kim bo'lasiz endi? Shu Balaxson 1-sinf texnikumida. Qayerda endi u?
Baliqchida, Baliqchi viloyati Chinobodda. Demak, bugun osh musobaqasida qatnashyapsiz, to'g'rimi? Ha. Qatnash. Qanaqa endi yutasizmi? Endi hamma yutishga harakat qiladi-da endi. Bugungi musobaqada qanaqa osh tayyorlayapsiz? Anjon osh. Anjancha osh. Anjancha osh. Povurda taomi shirin chiqishi uchun nima qilish kerak birinchi o'rin? O'zi bilsa, mehrini bersa bo'ldi, bu yoqqa eplab ketaveradi, yaxshi chiqadi. Mehr. Demak, oshda shirin chiqishi uchun nima qilish kerak unda? Bosh oxirigacha e'tibor berib, tepasida turish kerak. Ana shunda yaxshi chiqadi. Endi bugun qo'shaloq bayram, mana ko'ryapsiz, Navro'z bayrami, muqaddas hayit bayramlari. Siz qatori, sizni tanishlaringizga, xalqimizga qanaqa yaxshi niyatlaringiz bor? Kameramizga. Bugungi kun bayrami bilan hammalarni tabriklayman. Kuninglar yaxshi o'tsin shu. Musobaqadagi omad sizga. Iloyim yutib oling. Bayramlar bilan. Rahmat katta. Bir bahor bo'lganda betakrar edi, dilga solganda beg'ubor edi, bir go'zal kulganda betakrar edi, voli 18 yoshimda edi. Voli 18 yoshimda edi. Jidazor poyoni hech ko'rinmasdi, tonggacha kezardik, oy erinmasdi, bizlarga baxt tilab qushlar tinmasdi. Voli 18 yoshimda edi. Voli 18 yoshimda edi. Yodimda visolning eng sirli dami, labimda qolgandi lablarning ta'mi. Bu edi bu. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Xonobod shahar 2-son texnikumi direktoriman. Bugun mana Navro'z bayrami Andijon viloyatimizda boshqacha nishonlayapti. Sababi har yilgidan ko'ra odamlar soni ko'p va estetik did bilan bezalgan atrof muhitni ko'rib turibmiz. Xuddi shu bayramda butun jamoamiz bilan ishtirok etyapmiz. Bizni o'qituvchilarimiz hamda muhandis pedagoglarimiz hammasi ishtirok etyapti. Mana ko'rib turibsiz, palov sayli bo'lyapti. Palov sayliga ham biz shu xonobodliklar nomidan bir kampirotni devzira yurishida osh qilib beramiz deb shu palov saylida musobaqada ishtirok etyapmiz. Endi siz ham mana shu povurlik qilyapsiz hozir aka. Albatta povurlik qilyapmiz. Mana shogirdim Sardorbek bor. Shu Sardorbekka men o'rgatib turibman, chiroyli qilib shu devzira yurishda palov damlab beryapti. Endi sizlar qanaqa palov tayyorlayapsizlar? Biz umuman Andijon viloyatida 2 xil, 3 xil palov tayyorlanadi. Bizning hududda shu Xonobod shahri hududida devzira yurishga ixtisoslashganligi uchun biz asosan O'zgan devzirasi, Kampirot devzirasi deymiz. Shu Kampirot mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida yetishtiriladigan toshda tayyorlangan, ya'ni toshliq joyda tayyorlangan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan Kampirotni devzirasida osh damlayapmiz. Bugungi musobaqada sizlarga omad tilayman. Rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Bizning nomimizdan butun jamoangizni bugungi qo'shaloq bayram bilan tabriklab qo'yasiz. Rahmat. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat katta. Yamirim o yaman deydi, bilmeyler yamanlıkni. Yamirim o yaman deydi, bilmeyler yamanlıkni. Geç yatıp seher durup, yavrudu yamane, bu derler yamanlıkni. Geç yatıp seher durup yavrudu yaman ettireymen amallıkni. Ya destiyle avara ay hanime boldu yüreğim bara. Ay hanime boldu yüreğim bara. Uzuna bile sen yarım yahut yamane bu dert kendime çare. Uzuna bile sen yarım yahut yamane bu dert kendime çare.
Hados alamao kimga aytib kimga yig'lay yoningdadini Hados alamao kimga aytib kimga yig'lay yoningdadini Shaq chinoni she'ri gulmanov Shaq chinoni she'ri gulmanov İş kotuda kuygen, iş kotuda kuygen, yanım bir gülmen. İş kotuda kuygen, iş kotuda kuygen, yanım bir gülmen. Ben seni körep kuşlar buldum, ben seni körep kuşlar buldum. Şiire sızandın, şiire sızandın, divanı buldum. Şiire sızandın, şiire sızandın, vay divanı buldum. Ey yarım eşkeyle, yar gilemem. Bir halide çok boğan, yar gilemem. Bir halide çok boğan, yar gilemem. Ben mektepte okuşup, yar gilemem. Ayrılmazsa dost bolgan, yar gilemem. Ayrılmazsa dost bolgan, yar gilemem. Ekilip kaptı bağlı gülleri, ekilip kaptı bağlı gülleri. Oynaydiken örgülemen yurtum balları, oynaydiken örgülemen yurtum balları. Oynaydiken örgülemen yurtum balları. Har kimki vafo qilsa, vafo topqustur. Har kimki jafo qilsa, jafo topqustur. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqustur. Men Boburmen. Yangi Andijonimizga xush kelibsizlar. Hammangizni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bugungi bayramda oilasi bilan maza qilib dam olib yurgan ajoyib insonlarni uchratdik. Assalomu alaykum. O'zingizlar tanishtiringlar. Assalomu alaykum. Biz Andijondan bayram shukuhiga, Navro'z sayliga, qolaversa It Ramazon hayit bayramiga, mana bayramga keldik bolajonlar bilan birga oilaviy. Qanaqa o'tyapti endi bayram? Bayramlar zo'r o'tyapti. Kayfiyatlarimiz hammamizga a'lo. Hamma yo'l go'zal, chiroyli. Hammamiz maza qilib madaniy hordiq olib dam olyapmiz. Ular kimlar endi birga kelgan? Birga opa singillar keldik. Qolaversa kelinimiz, keyin mana o'zim qizim, jiyanlarim, hammamiz oilaviy Navro'z bayramiga, saylga keldik hammamiz. Endi mana bugungi bayram qo'shaloqda. Muqaddas hayit bayrami bilan Navro'z bayrami bir vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Agar sizga hozir imkoniyat bersam, yaqinlaringizni, butun xalqimizni bayram bilan tabriklab qo'ysangiz, nima deysiz? Rahmat. Avvalambor osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Navro'z ayyomi qolaversa It Ramazon hayiti O'zbekiston ahliga, musulmon ahliga qutli muboraklik kelsin. Bular qatorda onajonimi, dadajonimi, mana shu oila a'zolarimni Ramazon hayiti bilan, Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qarindoshlarimiz musofir yurtda yurgan, Turkiyada yurgan, Koreyada yurgan singil opalarim, o'g'il bor, ukam bor, hammalarini mana shu bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklaymiz. Hamisha yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lib, bunaqa bayramlarda ko'p nishonlab yuraylik. Bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Bizning nomimizdan, bizning studiyamiz nomidan barcha tanishlaringizga salom deb qo'yasiz. Rahmat sizlarga ham chiroyli suhbat uchun. Rahmat. Aman yor o'ynasanchi, aman yor, belingni bog'lasanchi, aman yor. Aman yor o'ynasanchi, aman yor, belingni bog'lasanchi, aman yor. Shunday baxtli zamonda, aman yor, ochilib o'ynasanchi, aman yor. Shunday baxtli zamonda, aman yor, ochilib o'ynasanchi, aman yor. Aman yor o'ynasanchi, aman yor, belingni bog'lasanchi, aman yor. Aman yor o'ynasanchi, aman yor, belingni bog'lasanchi, aman yor. Qoshu ko'zini suzgan yigit, soy bo'yida yon yurgan yigit. Qoshu ko'zini suzgan yigit, bilaguzugimni olgan yigit. Olsang bergin bilaguzugimni, bilaguzugimni olgan yigit. Olsang
sen bergin o bilagizligimni. Soy bo'yida yor turganim yo'q, qoshu ko'zimni suzganim yo'q. Soy bo'yida yor turganim yo'q, qoshu ko'zimni suzganim yo'q. Bilagizligingni olganim yo'q, olganlar bersin bilagizligingni. Bilagizligingni olganim yo'q, olganlar bersin bilagizligingni. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana bugun osh musobaqasi bo'lyapti. Bu yerda hozir qayerdan kelib ishtirok etyapsiz? Biz Marhamat tuman 4-inson texnikumidan shu osh ko'rik tanlovida ishtirok etyapmiz. Ismingiz? Xushnudbek. Xushnudbek, endi povurga oshni lazzatli chiqishida nima kerak birinchi o'rinda? Birinchi navbatda shu mehr bilan mehr berib, yaxshi chiroyli qilib tayyorlash kerak. Hamma narsani, hamma mahsulotni o'z vaqtida solish kerak. Bugungi osh musobaqasiga qanaqa osh tayyorlayapsiz? Devzira guruchidan osh palov tayyorlayapmiz. Necha yildan beri endi povurlik qilasiz, oshpazlik qilasiz? Xudo xolasa 2 yildan beri povurlik kasb bilan shug'ullanaman. Endi Xushnudbek, mana bugun mana shu bayram ishtirokchilariga, siz kabi bugun oshlar qilib mana musobaqaga tayyorlanayotgan insonlarga, xalqimizga bayram tabriklari bo'lsa, kameramizga qarang. Xalqimizni, yurtdoshlarimizni barchasini Navro'z bayrami bilan, Hayit bayrami bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Bayramlar muborak bo'lsin, sizga omad tilaymiz. Yuting iloji boricha. Muvaffaqiyatlar. Hurmatli aziz yurtdoshlar, mana osh musobaqasi boshlangan. Bu yerda juda ham ko'p tashkilotlar qatnashyapti. Engullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Shunda ko'zim og'ing, shunda beri dilim yoting. Yurmagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda Otabeka, yak o'tir. Halkım sizde, şükranam sahibi, üstün ortadır. Kadirler, kadirge yetim, cennet mekanlı, abaydat esmendir, can emri canlı. Kuş gelip siz oğuldur.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizlar tanishtiringlar. Biz viloyat ko'p ta'limli tibbiyot markazi xodimlari tashrif buyurganmiz Navro'z bayramiga hamkasblarimiz bilan birgalikda. Aha. Qanaqa o'tyapti bu yilgi bayramlar? Bu yilgi bayramimiz har doimgidanda boshqacha o'tyapti. Ko'tarinki kayfiyatda qo'shma davlatlarimizdan mehmonlarimiz ham tashrif buyurgan. Turkiya davlatidan kelgan mehmonlarimiz bor. Hozirda shularni kutish arafasidamiz. Aha. Bu yilgi bayram o'tgan yilgi bayramdan ko'ra ancha farqi bormi? Tayyorgarlik o'ta yaxshi. Ha, tayyorgarliklarimiz juda yaxshi. Oldingidan ancha farqli, ko'tarinki kayfiyatda odamlarimiz ham gavjum bo'lib qoldi. Xalqimizga xizmat qilishdan charchamayapmiz. Shu yerga kelgan hamma hamyurtlarimizda yuzida tabassum, quvonch, shodliklari bilan birgalikda oilalari bilan kelib aylanib ketishyapti. Bugungi bayram qo'shaloq bayram bo'lganda, Hayit bayrami bilan Navro'z bayrami birga keldi. Butun kollektivingizga, xalqimizga qanaqa yaxshi niyatlaringiz bor? Bayram tabriklar. Avvalambor xalqimizga, yurtimizga tinchlik tilaymiz. Hamma sog' omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamkasblarimga ham ishlarida charchamasin, omadlar tilayman hammasiga. Bayram hammamizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin, bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Rahmat. Men Mo'minov To'lanboy G'anishero'g'li Andijon viloyat patanatomiya byurosida ishlayman. Bu yerda hozir Andijon viloyat sog'liqni saqlash tizimida ishlaydigan barcha tashkilotlar tadbirda faol qatnashib kelmoqdamiz. Bular qatori bizning tashkilotimiz ham hammamiz faol qatnashib, shu yerda ko'tarinki kayfiyatda nishonlab kelmoqdamiz. Bu Navro'z yasharish, yangilanish bayrami, butun bu millatimizning bayrami. Bu yerda yoshlarga biz o'rnak bo'lish uchun milliy qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni barqaror qilib ularga ko'rsatish maqsadida shu tashkil qilingan. Şuna bağınca, atışına bağınca, baydı beşkiren bağı, baydı beşkiren bağı. Acaba yaman iken, acaba yaman iken, güye götünün dağı, güye götünün dağı. Ay gülayım, ay gülayım, yüreğim köyüdü dayım, hayda kılamız gülayım. Ay, qayga boramiz yorim. Seni meni seninmen, seni uğacımınmen. Asım bazarida canımma satıp algan kulumman. Ay, satıp algan kulumman. Örgüm ma örgüm, bağda pişkin örgüm, bağda pişkin örgüm. Seni birden görmesem, çilemeydi cülügüm, çilemeydi cülügüm. Ay gülayım, ay gülayım, yüreğim köyüdü dayım, hayda kılamız gülayım. Ay, hayga boramiz yorim.
Ajan bozorida canimga sotgan qo'liman. Ay, sotgan qo'liman. Qo'limdagi qo'shimni peshayvon o'rgatdim, peshayvon o'rgatdim. Yüreğdeki derdimni akşam bilan tügettim, akşam bilan tügettim. Günahım, günahım, yüreğim köyüdü daim, hayda kılımız günahım. Hayga boramiz yarın. Seni bulacağımdan Aşan pazarida canımma satıvan kuluman. Satıvan kuluman. Satıvan kuluman. Hoppa hoppa başkanlar sayda oynaydı. Uylanmagan yigitlar to'yda o'ynaydi. Hoppa hoppa qo'shqanlar sayda o'ynaydi. Uylanmagan yigitlar to'yda o'ynaydi. To'yda o'ynaydi. To'yda o'ynaydi. Başınız qara, saçınız uzun, halim sorsangchi. Başınız qara, saçınız uzun, halim sorsangchi. Halim hur, halim turam halingdan, saray to'lam holingdan. Halis turam holingdan, saray to'lam holingdan. Ashalay senin ağzından, ayrılmasman yanından. Aylanay senin ağzından, ayrılmasman yanından. Atga solsang beda sol, Qasır qusur chaynasın, otga solsang beda sol. Qasır qusur chaynasın, qizni bersan yoshga ba, quvalashib o'ynasın. Qizni bersan yoshga ba, quvalashib o'ynasın. Halis turam holingdan, saray to'lam holingdan. Halis turam holingdan, saray to'lam holingdan. Aylanay senin ağzından, ayrılmasman yanından. Aylanay senin ağzından, ayrılmasman yanından. Assalomu alaykum. Bugungi shukuhli kun bilan, Navro'z ayyom bilan barcha Andijon ahlini chin qalbimdan tabriklayman. Barchalaringiz oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bizga shunday go'zal sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga va viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shaqboyevichga o'z tashakkurimni bildiraman. Barchalaringizga bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Erali va Nodiraxon Ismoilovni Andijon shahar inson markazi xodimiman. Respublika Ma'naviyat Ma'rifat markazi Andijon viloyat bo'limi rahbari Qashqaboyeva Nigora Baxtibekovna. Bugun butun respublikamiz bo'ylab aynan Andijonda juda katta sayil, bayram, milliy qadriyatlarimizni ulug'lash, milliy urf-odatlarimizni qadrlash bu albatta ma'naviyat. Ma'naviyat jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Bugungi bayramdan shodiyonalar, qo'shaloq bayramlar bilan butun O'zbekiston xalqini, butun Andijon xalqini bayram bilan tabriklaymiz. Dasturxonlarimiz shunday to'kin sochin bo'lsin. Yurtimizga tinchlik yarashadi, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yoshlar mana har joyda milliy qadriyatlarimiz ulug'lanishini shunday ko'rishimiz mumkin. Har joyda laparlar, yor-yorlar, o'lanlar. Bu esa xalqimizni o'zini urf-odatlarini ulug'lashiga kiradi. Hammanglarni bayramingiz muborak bo'lsin. Ой, вставала я ранешенько, умывалась я белешенько. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. А вставала я рано на росу и девала я босоножки на басу. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя. Калинка, малинка моя, в саду ягода малинка моя.
Когда-то россияне, Танюши, Вани, Мани, гуляя на гуляньях, открыли новый стиль. Штибелеты и сапожки, под русские гармошки, под берестовые ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Эх! Дари-дари-дари-там, 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 дари-дари-там. Дари-дари-дари-там, 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 дари-дари-да. Здравствуйте, уважаемые гости нашей республики. Сегодня мы празднуем народный праздник Навруз. Навруз обозначает день весны, день праздника, день веселья. Сегодня Русский культурный центр Андижанской области празднует со всеми национальностями этот прекрасный праздник. Мы сегодня готовим национальные блюда, такие как борщ, плов, и угощаем сегодня наше население. Будьте добры, коллектив, сегодня предоставит вам и игры, и танцы, и веселье. Еще раз поздравляю с праздником Навруза. Умнов Дмитрий Геннадьевич. Навруз Мубарак! Men Qodirov Shohruxbek Rustamovichman. Ko'z kasallik viloyatlar shifoxonasining bosh shifokoriman. Biz ham hozir bugun ko'p qatori shu Navro'z bayramini nishonlashga kollektivimiz bilan birga chiqdik. O'tirishlarimiz juda ko'tarinki ruhda o'tyapti. Viloyat hokimimizga juda katta rahmat, juda chiroyli tadbirlar tashkil qilib berdi. Hamma xursand, ko'tarinki ruhda bayramlarni nishonlayapmiz. Fursatdan foydalanib butun elimizni, yurtimizni sog'liqni saqlash xodimlarini, butun viloyat ahlini bugungi kun chiroyli Navro'z bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Hamma sog' salomat bo'lsin, tinch bo'lsin. Yana yilda mana shunaqa paytlarda bir-birimizni tabriklab yurishga nasib qilsin. Navro'z hammaga muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli xalqim, O'zbekiston xalqi. Mana bugun ulug' ayyom, Navro'z ayyom bayramida o'tiribmiz. Butun xalqimni, yurtdoshlarimni, hammalarni ushbu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Men Andijon viloyati teri tanosil dispanseridan hamshira Ziyoddin Munarxon bo'laman. Bu kollektivimiz bilan shunaqa chiroyli dasturxon tuzagan avvalo hokimimizga rahmat. Boshlig'imiz Qudratali Mutalipovichga rahmat. Juda ham katta xursandmiz. Hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Bayram bilan yana bir marta tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Men suysin-da sen suybaysin to'marim. Tungi shamday o'chib boratiranim. Tashbor bering yuragimda merim yo'q. Ayasangchi meni suygan to'marim. To'marim. Ay to'marim. Ayasangchi meni suygan to'marim. Tashbor bering yuragimda merim yo'q. Ayasangchi meni suygan to'marim. To'marim. Ay to'marim. Ayasangchi meni suygan to'marim. To'marim. Ay to'marim. Ayasangchi meni suygan to'marim. Avvalambor assalomu alaykum. Men Mo'ydin Fodiljon, Andijon viloyati teri tanzir kasallik dispanseri xodimimiz. Mana shu bugungi Navro'z bayramida butun jamoamiz kollektivimiz nomidan kelib, mana shu bayramda ishtirok etyapmiz. Mana shu fursatdan foydalanib butun xalqimizni Navro'z bayrami hamda Qurbon hayiti bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Doimo sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Men viloyat OSga qarshi kurash markazi bosh vrachi Bahromjon Qorayevman. Bugun mana jamoamiz bilan viloyatimiz hokimi tashkil qilib bergan tadbirda ishtirok qilyapmiz. Bayram juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Mana hammamiz xursandmiz, to'g'rimi? Kayfiyatlar zo'r. Bu bizdan bundan keyingi ishlarimizga juda ham katta bizga zavq beradi. Qolaversa mana bugun mehmonlarimiz, Turkiya davlatidan kelgan mehmonlar bilan birgamiz. Bu juda ham bizga yana ham zavq shavq bag'ishlayapti. Hammani bayram bilan tabriklaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, do'stligimiz, hamkorligimiz abadiy bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, xonadonlarimiz tinch bo'lsin. Hammaga
bayramona kayfiyat to'laymiz. Kim oladi yosh shuginani yo'q. Kim oladi yosh shuginani yo'q. Kim oladi yosh shuginani yo'q. Kim oladi shuginani yo'q. Men olaman shuginani yo'q. Olamaysan shuginani yo'q. Olamaysan shuginani yo'q. Olaman shuginani yo'q. Ollayman shuginani yo'q. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Qodir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Botir bo'lsang ham Kim oladi yosh shuginani yo'q. Kim oladi yosh shuginani yo'q. Kim oladi yosh shuginani yo'q. Men olaman shuginani yo'q. Men olaman shuginani yo'q. Olamaysan shuginani yo'q. Olamaysan shuginani yo'q. Olaman shuginani yo'q. Olaman shuginani yo'q. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Qodir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Yosh shuginani yo'q. Kim oladi yosh shuginani yo'q. Kim oladi yosh shuginani yo'q. Men olaman shuginani yo'q. Men olaman shuginani yo'q. Olamaysan shuginani yo'q. Olamaysan shuginani yo'q. Olaman shuginani yo'q. Olaman shuginani yo'q. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Qodir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Assalomu alaykum. Bugun butun Andijon xalqini viloyat o'ziga qarshi kurash markazi hamkasblarimiz nomidan butun Andijon xalqini Navro'z hayit ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kimdir xushnud davlatining dong'i bilan, kimlar sarxush ibodatli tongi bilan. Odam aziz bu dunyoda ongi bilan. Xushniyat qil, dilda bo'lsin, tilda bo'lsin, tilaganing eng avvalo elda bo'lsin. O'z yeringni yomon desang yaxshing qani? Qadriga yet poyindagi gul chamanni, shu vatan-ku aziz qilgan sanu mani. Tuprog'in o'p, dala dashtu cho'lda bo'lsin, tinch omonlik eng avvalo elda bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Mamajon va Muhabbat psixiatriya xizmati bo'yicha Andijon filiali bosh hamshirasiman. Bugun mana yosharish, yangilanish bayrami, Navro'z olam bayrami tashkil etilgan, hokimimiz tomonidan tashkil etilgan Navro'z olam bayramida qatnashyapmiz. Bundan juda biz xursandmiz. Hamda mana butun O'zbekiston xalqiga hayit bayrami nishonlayapti. Hammanglarni bu qo'shaloq bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtlarimiz, men Urayim va Sadoqatxon, sud ekspertiza bosh hamshirasiman. Sog'liqni saqlash tizimida ishlayman. Ishlaganimdan juda mamnunman. Mana yildan yil Navro'zlarimiz boshqacha, davlatlarimizning siyosatlari boshqacha. Hammamiz mana bugun Navro'z bayramimizda taklif qilindik. Bayramni ko'tarinki ruh bilan kutib olyapmiz. Buning uchun hammamiz ishtirok etib bayramona kayfiyatda o'tiribmiz. Mana hammasiga, prezidentimizga, hokimimizga, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbarlariga rahmat katta. Chiroyli dasturxon yozib, mana bizning mehnatlarimizni ko'rib, baholay bilib, shunday chiroyli dasturxonlarga o'tkazib, bizga minnatdorchilikni bildirganiga katta rahmat, tashakkur aytamiz. Assalomu alaykum. Men Andijon tuman Respublika tez tibbiy yordam Andijon tuman bo'limi katta hamshirasi Ma'mir va Erkinoy bo'laman. Mana bugun biz viloyatimizda bo'lib o'tayotgan katta tadbirda ishtirok etyapmiz. Navro'z bayrami juda chiroyli, ko'tarinki shukuhda o'tyapti. Biz bundan minnatdormiz. Ayniqsa viloyat hokimi tashkil etgan har bir ishlari tahsinga loyiq. Biz bu bayramda yayradik, yashnadik, maza qildik. Xudo xolasa hamma kollektivimiz bilan xursandchilikda o'tiribmiz. Hammanglarni kirib kelayotgan Navro'z bayrami, hayit ayyomi bilan muborakbod etaman. Hammanglarga bayram muborak bo'lsin. Men Andijon shahar tez tibbiy yordam bo'lim katta fiyasheri Ashurov Izzatullo bo'laman. Mana bugun o'lkamizga bahor fasli, Navro'z kirib keldi. Shu shukuhi bilan mana bugun juda ham chiroyli viloyat hokimimiz juda ham chiroyli bayram uyushtirgan. Shu bayramni uyushtirgan barcha katta rahbarlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammanglarni Navro'z bayrami, hayit bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Men shoshilinch tez tibbiy yordam
direktor o'rinbosariman Hasanov Ozodbek Baxtiyorovich. Bayram bilan tabriklayman. Doim sog' salomat bo'linglar. Vatanimiz doim tinch, farovon bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Mana bugun Andijon viloyatida yangi Bobur shahrida Navro'z bayrami shukrona Navro'z bayrami shukuhida hamma Respublika ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazining narkologiya xizmati bo'yicha Andijon viloyati filiali hamma kollektivimiz bilan birgalikda Navro'z bayramini bayramona tarzda o'tkazyapmiz. Shu bayramona bayramni tashkillashtirilgan muhtaram yurtboshimiz hamda viloyat hokimimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Hamisha shunaqa yaxshi kunlar, Navro'z bayrami hamisha bo'lsin. Ilohim hammaga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, omonlik, bahoriy kayfiyat tilayman. Men Paxtabod tuman Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi Paxtabod tuman bo'limi rahbari Kazakova Gavhora Jo'rayevna bo'laman. Mana rahbarimiz aytganidek, Nigorxon Qashqaboyeva aytganidek, yurtimizda tinchligi uchun, farovonligi uchun bo'layotgan hayit ayyomi, Navro'z bayrami bilan yurtimizni, respublikamizni hamma aholisini chin yurakdan tabriklaymiz. Yurtimiz obod bo'lsin, tinchligimizga ko'z tegmasin, yurtboshimiz omon bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammamiz endigi shu vaqtlarga qatorimizdan xato bo'lmasdan shu bayramlarga yetib kelishlikni Alloh nasib qilsin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Abdurashidov Yashar Kazimovich, Andijon viloyat travmatologiya ortopediya shifoxonasida 45 yildan beri ishlaymiz. Masha kollektiv bugun Navro'z bilan tabriklaymiz. Hamma sog' salomat bo'lsin, tinch bo'lsin, nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetsin.